Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan aloqada O'stermen. Demak, bugun tanishadigan narsamiz virtual mashinalarni penetration testing, ya'ni buzib kirish amaliyotini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Kelinglar, oldin virtual mashina o'zi nimaligi haqida ozroq tanishib o'tib ketaylik. Virtual machine, ya'ni machine. Okay. Virtual mashina nima? O'zi virtual mashina degani bu kompyuterning ichida virtual tarzda ishga tushadigan bir tizim deb tushunsanglar bo'ladi. Demak, bu xoh Windows bo'lishi mumkin, MacOS bo'lishi mumkin yoki Linux bo'lishi mumkin, farqi yo'q unisini. Demak, xo'p, bizga bu amaliyotni ishga tushirish uchun valenhub.com sayti kerak bo'ladi, albatta. valenhub.com sayti nima? Qanaqa sayt o'zi bu? valenhub.com sayti va virtual mashinalarni o'zida jamlagan, ya'ni penetration testing qilish uchun jamlangan mashinalar sayti hisoblanadi, ya'ni CTF, ya'ni Capture the Flag sayti desangizlar ham bo'ladi. Ya'ni bu hakerlar uchun juda ham ajoyib platforma. Demak, xo'p, bu yerdan kelamiz, Mr. Robot deb qidiramiz. Demak, Mr. Robot birinchisiga kiramiz. Demak, Mr. Robot deb nomlangan virtual mashinani biz hozir penetration testing qilib ko'ramiz. Avtori bor ekan, Leon Johnson degan odam yaratgan ekan. Demak, bu yerda yuklab olish uchun havola ham mavjud. Bosamiz. Okay, yuklanyapti. Men yuklab o'tirmayman. Sizlar yuklab olinglar. Menda yuklab olingan. O'shaning uchun vaqtni olib o'tirmayman. Demak, bu yerda mzh va bir hash bor ekan. Bemalol tekshirib olishinglar mumkin. Demak, virtual mashina nomi, demak, formati OOF formatda ekan. Operation system Linux muhitida, ya'ni Linux tizimida, ya'ni sistemasida yaratilgan ekan. Yaxshi. Demak, men yuklab olganman o'zi avtomatik tarzda. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi kelamiz. Demak, bizga hypervisor kerak bo'ladi. Menda asosiy host ko'rib turibsizlar. Hozir men Kali ishlatyapman. Linux, ya'ni Kali Linux ishlatyapman. Demak, ya'ni asosiy hostim, asosiy operation system Kali Linux. Demak, VirtualBox'ni ochaman. VirtualBox'ni ochganlaringda sizlarda mana bunaqa narsalar bo'lmaydi. Xo'sh, bu yerdan kelasizlar, faylni bosasizlar. Demak, import appliance deb bosasizlar. Demak, bu yerdan import qilmoqchi bo'lgan fayllaringizni kiritasizlar. Okay. Downloads qatorida hozirgina yuklab olgan Mr. Robot OVA faylini tanlaymiz. Open ni bosamiz. Demak, next. Xo'p, yaxshi, finish. Yaxshi, bu yerda bizga hozir import bo'ldi. Hozir mana bu to'liq bo'lsin. Yaxshi. Endi kelamiz, bu yerdan settingsni bosamiz, ya'ni parametrlarni. Xo'p, nima qilamiz? Nomini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun olaylik, Mr. Robot deb nomladim. Xo'p, mana buni. Okay, Mr. Robot. Xo'p, Mr. Robot deb nomladim. Qolgan narsalarga tegishinglar shart emas. Bu yoqqa tushasizlar, sistemga tushib turib, mana bu yerdan networkni tanlaysizlar, albatta. Qolgan narsalarga tegmanglar. Demak, networkga esa bridge adapter o'rniga host only adapterni yoqib qo'yamiz. NAT yoki bridge ga o'zgartirmanglar, shart emas, kerak emas. Xo'p, o'z avtomatik nomini VirtualBox net 0 deb tanlaydi. Okay ni bosamiz. Yaxshi, juda ham yaxshi. Endi nima qilamiz? Bu yerdan kelamiz, faylga kelamiz, toolsga kelamiz, network managerni ishga tushiramiz. Network manager ishga tushirilganda, demak, avtomatik tarzda mana bunaqa yonadi. Agar yonmasa, create tugmasini bossanglar, mana bunaqa narsa qo'shiladi. Ya'ni VirtualBox net, ya'ni host only networks degan narsa qo'shilishi kerak. Buni nima uchun qo'shishimizni hozir tushuntirib o'tib ketaman. Demak, bu yerda bu narsalarga avtomatik to'ldiriladi. Agar teginishinglar shart emas. Agar mana bu narsa yoqilmagan bo'lsa, DHCP server yoqilmagan bo'lsa, enabled holatga yoqib qo'yishinglar kerak va apply deb bosasizlar, o'zi avtomatik yonadi. Demak, menda hozir yongan avtomatik tarzda. Ajoyib. Xo'p, demak, tegmayman bunga. Demak, xo'p, Mr. Robotga o'tamiz. Endi ishga tushiramiz. Va ozroq kutaman. Demak, birinchisini tanlaymiz. Xo'sh, okay. Demak, bu hozirda ishga tushyapti. Ozroq kutib tursak, mana yondi. Okay, men bunga
admin parolga ham admin deb yozsam baribir ishlamaydi, chunki men parol bilan ya'ni login bilan parolni bilmayman. O'shaning uchun bu o'zida qola qolsin, tegmaymiz. Shunchaki minus qilasizlar, x qilib chiqib ketib qolmaylar. Minus qilasizlar. Endi kelinglar buni buzib kirishimiz uchun bitta hostga ulanib oldik. Demak cd hub. Okay, alles. Okay. Endi juda ham ajoyib. Endi nima qilamiz? Xo'p, aytganimdek, biz hozirgi mana bu mashinamizni buzib kirishimiz kerak. Nima qilamiz? Demak, bitta tarmoqda ulanib turganligimizni bilishimiz uchun ARP scan tool bor, ya'ni ARP scan tool bor. O'shandan foydalanamiz. ARP scan toolini ishga tushirish uchun, ya'ni sizlar yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Sudo apt install qilasizlar. ARP scan qilasizlar. Yuklab oladi o'zi avtomatik tarzda. Men yuklab o'tirmayman, menda o'zi yuklangan. Shunchaki ARP qilaman, men ARP scan qilaman. Okay, juda ham yaxshi. ARP scan qilaman. Kelinglar, opsiyasi bilan tanishib o'taylik. Help qilaman. Okay, qanday foydalanish haqida ozroq tanishib o'taylik. Demak, xo'p. Demak, o'zini yozish kerak ekan, keyin opsiya kiritish, keyin hostni kiritish kerak, deyapti bu yerda. Xo'sh, ajoyib. Demak, opsiyalari bilan tanishamiz. Opsiyalari bor ekan, bizga aynan interface kerak. Demak, hozir bu yerda interface, endi esa hostni tanlashimiz kerak. Hostga esa localnetni tanlaymiz albatta, chunki biz hozir lokal tarmoq orqali mana bu bilan bitta tarmoq bilan turibmiz. Juda ham yaxshi. Endi nima qilamiz? Xo'p, sudo qilaman, ozroq kattartiray. Demak, minus interface qilaman. Teng interface ga nima kiritgan deymiz hozir bu yerda? Mana bu yerda faylga kelaman. Tools, network manager, virtualbox, net 0. Okay. Virtualbox, net 0. Okay. Minus local net. Enter. Va menda ikkita nima deydi? Ikkita IP manzilda ko'rinib turibdi. Bu ikkita IP manzil degani, ya'ni men bilan bitta tarmoqda ikkita qurilma ulanib turibdi degan ma'noni bildiradi. Juda ham ajoyib. Kelinglar, men ping yuborib ko'raylik. Ping so'rovini menga javob qaytaradimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirib olamiz. Hop, 118.56.2. Okay. Ajoyib, menga javob qaytyapti. Kelinglar, ikkinchisini ham tekshirib ko'raylik. Ping to'g'ri o'zgartiraman. Okay. Ajoyib. Ikkalasi bilan ham ulanish bor. Ulanish agar sizlarda bo'lmasa, boshlang'ichda ko'rsatib o'tgan komandalarimni, ya'ni nastroykalarimni qaytadan ko'rib chiqinglar, balki nimalardir xato ketgan bo'lishi mumkin. Demak, xo'sh, buni qidiruvga berib ko'ramiz. Okay. Demak, bu yerda paste qilaman, enter bosaman. Albatta, menda ishladi. Yaxshi. Demak, hozirgi virtual mashinamizni o'zini serveri bor ekan. O'sha serverga, ya'ni onlayn serverga biz hozir kiramiz, ko'ramiz nima bor ekan bu yerda. Demak, ozroq kutaman. Salom do'stim, deyapti bu yerda. Xo'p, komandalar bor ekan. Xo'p, komandalarni kiritib ko'ramiz. Kelinglar, birinchisi prepare komandasi ekan. Okay. Wow, boshlanishiga juda yomon emas. Juda ajoyib. Demak, help komandasini bajarsang deyapti. Senga yordam beradi deyapti. Demak, ikkinchisini ko'ramiz. fsocket. Okay. Are you ready to join fsocket? Ajoyib. Hop. Demak, informatsiya
bilaylik. Demak, informatsiyada nima deyilgan ekan? Yaxshi, o'tkazamiz. Yangiliklar qandaydir. Ajoyib. Orqaga qaytaman. Demak, xo'sh. Question. Okay. Ajoyib. Endi esa, xo'sh, yana qanday komandalar bor ekan? Wake up to reality deydi-yu, eshitganmisizlar? Wake up deb bosaman. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. Wow. Juda ham ajoyib ishlangan. Demak, kelinglar. Help. Endi esa join va shunga o'xshash komandalari bor. O'zingizlar tanishib chiqishlar qolgani bilan. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Buni subdomainni topishimiz kerak. Chunki bunga buzib kirishimiz kerak. Boshida aytganimdek, mana bu narsa subdomain deyiladi. Ya'ni bu asosiy domain. Bunga esa qo'shimcha qilib, mana bu narsa subdomain deyiladi. Ya'ni bu yerda boshqa so'zlar kelishi mumkin. Misol uchun admin yoki blog, login kabi so'zlar kelishi mumkin. O'sha narsa subdomain deyiladi. Xo'p. Kelinglar, subdomainni qanday topamiz? Xo'p. Play qilaman. Tozalayman ekranni, ya'ni. Xo'p, subdomain topish uchun juda ham ko'plab vositalar bor. Gabster yoki bo'lmasa derp yoki boshqa shu kabi vositalar bor. Kelinglar, derpni sanab ko'ramiz. Derp http okay. Demak 192.168. Demak bizda necha edi? 56.4. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, men bu IP adresini kirityapman. 56.4. 56.4. Okay. Ishga tushdi. Ozroq kutamiz. Bu yerdan bizga hozir subdomainlarni topib beryapti. Subdomainlar ichida admin panel bizga, ya'ni yashirin domenlarga kirishimiz mumkin bo'lgan subdomainlarni qidirib beryapti bizga. Xo'p, bizda admin degan directory, ya'ni nima deydi? Subdomain topildi yoki audio, blog, KSS, dashboard, favicon, IO, feed kabi subdomainlar topilyapti hozir. Index.html, index.php, intro va shu kabi subdomainlar topilyapti. Juda ham ajoyib. Bizga kerak bo'ladigani admin kabi subdomainlarni qidirishimiz kerak, chunki asosiy admin panel o'shanda bo'ladi. Kelinglar, 192.168.56.4 admin edi, to'g'rimi? O'shani kiritib ko'ramiz. Hozir nimadir bo'ldi bu yerda. Значит, bu ishlamas ekan, bu subdomain. Okay, chiqib ketaman X qilib. Demak, keyingisini sanab ko'rishimiz mumkin. Okay, mana bu yerda login degan nima bor ekan. Keyin php my admin degan narsa bor ekan. Kelinglar, shuni ham kiritib ko'raylik. Demak, 192.168.56.4 demak, php my admin. Okay. Local host ishlar ekan. Ajoyib. Men local hostdan foydalanmayapman, afsuski. Demak, bu ham bizga kerakli ma'lumot emas. Okay. Wow, WordPress logini topildi. WordPress logini Ctrl S qilaman. Bizga yetadi hozircha shunchasi. WordPress login demak, ko'ramiz. Xo'sh. WordPress logini nima bor ekan? Demak, WordPress login. Enter. Ajoyib, biz admin panelni topdik. Admin panel topildimi? Demak, unga buzib kirish mumkin. Xo'p. Demak, default nimalarni kiritib ko'raman. Username va passwordlarni, admin va shunga o'xshash so'zlarni. Albatta bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Admin, keyingisiga esa password. Okay. Albatta bu noto'g'ri, chunki oddiy narsasi qo'yilmaydi bu yerga. Demak,
Xo'p, bunga bosib kiramiz hozir. Buni ko'rsataman. Undan oldin esa kelinglar, yana qanaqangi subdomenlar topilganini bir ko'zdan kechirib chiqaylik. Xo'p, bu yerda sitemap XML topilibdi, juda ham ajoyib. Keyin robotics kabi so'zlar topilibdi. Ya'ni subdomenlar topilibdi. Kelinglar, roboticsni ko'ramiz. Roboticsda ko'pincha juda ham ajoyib narsalar bo'ladi. Bizga kerakli narsalar bo'ladi asosan. robots.txt. Okay, enter bosaman. Aytganimdek, bizga kerakli ma'lumot chiqdi. Okay, birinchi key deyapti. Ya'ni birinchi kalitni topdik shekilli, adashmasam. Copy qilaman. Nima qilishim kerak? Bu yerga kirgitaman. Ctrl V, enter. Ajoyib. Biz birinchi flagni topdik desak bo'ladi. Bu yerdan text editor ochaylik-da, shu yerga saqlab boraman. Har bitta yozgan narsamni. Demak, flag 1. Okay. Paste. Yep, bu yoqqa saqlab qo'ydik bu. Hop. Flag 1. Okay. Demak, birinchi flagni topdik biz. Yaxshi. Endi orqaga qaytaman. Bunda nima bor ekan? Bu subdomenda nima bor ekan? Xo'p, buni ham ko'ramiz. Okay, Ctrl V, enter qiladigan bo'lsam. Parollar ro'yxatimi deyman, wordlist topdik shekilli biz hozir. Juda ham ajoyib. Bu bizga kerak bo'lishi mumkin. Bosib turib Ctrl A qilaman, Ctrl S qilaman, saqlayman. Keyin buni esa textaway faylda saqlab qo'yishim kerak. Okay, Ctrl V. Okay, hammasini saqlab qo'ydim. Juda ham ajoyib. Bu yerda ancha narsa borga o'xshaydi. Menimcha bu parollar ro'yxati bo'lish kerak, ya'ni word list bizga kerak bo'ladi albatta. Xo'sh. Endi demak, menimcha bu hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Men bu bor edi-yu. Admin panel. WordPress admin panelini buzib kirish uchun WordPress bo'lish kerak katta ehtimol bilan. Kelinglar, Mr. Robotda eng asosiy qahramon kim edi? Albatta Elliot edi. Elliot bilan kirib ko'raylik. Admin menimcha username katta ehtimol bilan Elliot bo'lish kerak. Chunki bilasizlar, kinoni agar Mr. Robot filmini ko'rgan bo'lsanglar, bosh qahramon u yerda Elliot bo'ladi, albatta. Demak, xo'sh. Nima qilishimiz kerak? Tozalab olaman ekranni. Demak, xo'p, hozirgi bizdagi wordlistni bu yoqqa ko'chirib olaman. Hozirgi turgan direktorimga ko'chirib olishim kerak. Copy, home, o'sterman. Okay. Dokumentda bo'ladi albatta. Documents. Hop, nima deb nomlangan endi u? Demak, true false wikimi shunaqa ekan. True fake wikes tochka nima deb saqlayman? Okay. Qayerga? Home, o'sterman. Demak, Valenhub hozirgi direktorimga saqlayapman. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, nima deb saqlaymiz? Kelinglar. Password deb saqlaymiz. Password brute deb saqlaylik. Kelinglar. Brute force atakani amalga oshirganimizni bildiradi. .txt faylda yangi nom bilan saqlayapman. E'tibor qilayotgan bo'lsam, men bu uzun nomni men bu nomga ko'chirib saqlab qo'yapman. Bu yerga ls qiladigan bo'lsam, okay, mana bu yerda hozir saqlandi. Kelinglar, ichida qancha so'z borligini ko'rib olaylik. Password. Okay, password.txt. Okay, 85 mingta, 86 mingta so'z bor ekan. Bu juda ham ko'p degani. Xo'p, kelinglar, ichida qanaqa so'zlar bor ekan? Men aytganimdek, cat, xo'p, password. Okay. Ichida so'zlar qidirish uchun grabs dan foydalanaman. Okay. Qanaqa so'z bor? Admin degan so'z bormi ekan? Ajoyib, admin degan so'z bor ekan. Bu qanchalik menimcha kamroq ishlatilgan ekan. Kelinglar, ko'raylik. Elliot degan so'z bormi ekan? Elliotni ham tekshirib ko'ramiz. Elliot. Okay. Elliot juda ham ko'p ishlatilgan ekan.
Aytganimdek, menimcha katta ehtimol bilan username Elliot bo'lishi kerak. Okey, ekranni tozalab olib beraman. Demak, 85 mingta, ya'ni so'z bor edi. Men bu nima deydi? Word listimizda. Kelinglar, uni biz filtrlab olaylik, ya'ni uning uchun biz sort komandasidan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, nima qilaman? Hozirgi passwordni, okey, password.brutni hozirga yaratganimni nima qilishim kerak? Unique qilaman. Unique. Qanday unique qilaman? Okey. Bunga demak yangi nom beramiz. Filter degan .txt. Uzr. txt formatda saqla deyman. Bu hozirgi men bu word listdagi barcha so'zlarni, ya'ni misol uchun olaylik, 2 marta kelib qolgan yoki 3 marta kelib qolgan, 4 marta, 5 marta takrorlangan so'zlarni o'chirib yuboradi. Faqatgina ya'ni filtrlab bizga kamroq qilib chiqarib beradi. Ya'ni chiroyli qilib chiqarib beradi. Demak, enter bosaman. ls qiladigan bo'lsam, okey, menda hozir filter degan narsa paydo bo'ldi. Kelinglar, ko'ramiz. vk filter. Okey, endi esa ko'rib turibsiz, 11 mingta so'z paydo bo'ldi. Bu yerda hozir bilan passwordni ko'radigan bo'lsak, 85 mingta parol qayerda-yu, 11 mingta parol qayerda. Ya'ni bu shuncha taxminan 70 mingtasi nima deydi? Keraksiz so'zlardan iboratligini isbotlab berdi. Yaxshi. Hozir biz demak, keyingi qiladigan ishimiz nima edi? Demak, birinchi parolni topdik. Ikkinchi ishimiz esa, kelinglar, hozir men buni buzib kirishim kerak. Buzib kirishim uchun WordPress nimada yaratilgan? Dasturda yaratilgan. O'shani buzib kirish uchun bizga WPS scan degan tool yordam beradi. WPS scan bu aynan WordPressni, ya'ni WordPress saytlarini skanerlash uchun ishlatiladigan ajoyib vosita hisoblanadi. Yuklab olish esa sudo apt install WPS scan deb yozsanglar kifoya qiladi. Uncha qiyin joyi yo'q. Ishlatish esa quyidagicha bo'ladi. WPS scan help komandasini bajaraman. Kelinglar, qanaqa foydalanishni bir ko'rib chiqaylik. Aytganimdek, WordPress saytlarini security scanner, ya'ni xavfsizligini tekshiradigan vosita ekan. Ajoyib. Foydalanish esa WordPress scan opsiya kiritish kerak ekan. URL kiritish kerak ekan undan oldin. Okey. URL kiritilar ekan. Xo'sh, keyin esa demak xo'sh, bizga kerak bo'ladigan mana bu yerda bor. Password va username. Nimaga uchun password va username? Chunki bu yerda username va parolni kiritishimiz kerak. O'shani brute force ataka natijasida buzib kiradi. Brute force ataka o'zi nima degani? Brute force ataka degani, ya'ni taxminiy parol va parollar yordamida bitta o'zi qo'yib chiqadi. To'g'ri kelsa, demak, o'sha parolni topding degan narsani bizga hozir chiqarib beradi. Ko'rsataman hozir qanaqa qilinishini. Demak, sudo WordPress scan. Okey, ko'rinayotgan bo'lsa, sizlarga ozroq kattartiraman. Kelinglar, ekran tozalab yuboray. Sudo WordPress scan URL ida aytganimdek. Endi URL ga nimani kiritamiz? Albatta, mana bu URL ni ko'chirib olamiz. Kopiya qilaman. Paste qilaman. Okey, juda ham ajoyib. Endi minus u qilaman. Username kiritishim kerak. Demak, username bizda taxminan Elliot deb olgandik. Katta ehtimol bilan Elliot bo'lishi kerak. Demak, -p qilaman. -p bu password, ya'ni password uchun kiritiladigan, brute force uchun kiritiladigan password parollar ro'yxati hisoblanadi. Passwordga biz filtrlab olgan filter.txt ni kiritamiz. Ya'ni 11 mingta so'z bor edi. Ichida o'zimiz hozirgina filtrlab olgan. O'shani kiritaman. Enter bosaman. Parol kiritaman. Okey. Ishga tushyapti. Juda ham ajoyib. Hozir o'zi ishga tushiradi. Juda ham ajoyib ishga tushdi. Hozir bizga bu mana bu yerga o'zi Elliot o'zgarmaydi. Faqatgina parollarni bitta-bitta qo'yib chiqyapti. O'sha 11 mingta so'zni
bitta qo'yib chiqib, parolini bizga hozir bilib beradi. Juda ham ajoyib. Xo'p, ozroq kutamiz. Mana bu yerda jarayon progress ko'rsatib turibdi. Foizgacha. Demak, 11452 ta so'zdan mana shunchasi tekshirildi. Demak, bu yerda foizini ko'rishimiz mumkin. 17, 18, 19 va 100% bo'lguncha bu parolni bizga topib beradi. Kutib turamiz ozroq. Xo'p. Demak, ozroq kutishimizga to'g'ri keladi. Demak, 40% bo'ldi. Xo'p. Okay. Ajoyib. Demak, bizda success bo'ldi. Mana, demak bizda username Elliot, parolini ham topib berdi. Juda ham ajoyib. Buni biz saqlab qo'yishimiz kerak. Demak, biz hozir admin panelda brute force natijasida parollarini bilib oldik. Demak, bu yerga buni saqlayman. Okay, paste qilaman. Ctrl V qilaman. Okay. Juda ham ajoyib. Endi bu parol yordamida biz hozir admin panelga kirishimiz mumkin. Buni kopiya qilaman. Okay. Parolga esa paste qilib turib enter uzr sal nima bo'ldi? Demak, nimaga bu buncha narsa teryapti? Copy. Juda ham uzun narsa teryapti bu hozir. Xo'p. O'zini kopiya qilmayaptimi deyman. Demak, tushunmadim. Okay. Nimadir bo'ldi. Xo'p, kelinglar qo'lda kiritamiz. yoki Ctrl S qilaylikchi. Ctrl S. Birga Ctrl V qilaman. Okay, endi o'zini nima qildi? Ajoyib, biz admin paneliga kirdik. Va nihoyat, demak, bu yerda admin panelda kirganimizdan keyin albatta buni boshqarishimiz mumkin. Bunga har xil payloadlar qo'yib ketishimiz mumkin, buyruq joylab ketishimiz mumkin. Xo'p, kommentariya, pluginlar bor ekan. User. Ajoyib, Elliot. Administrator ekan, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Subscriber, ya'ni obunachisi bor ekan, bittagina. Krista Gordon degan obunachisi bor ekan. Juda ham ajoyib. Toollar bor ekan bu yerda. Qanaqadir nastroyka. Xo'p. Bu yerdan editor. Okay. Editorda ko'rib turibsiz. Bilan birga biz pilot, ya'ni reverse shell yuklab ketishimiz mumkin. Kelinglar. Bu admin panelga kirdik. Endi bunga shell yuklashimiz kerak. Reverse shell ulanishimiz kerak, chunki bizga hozir flag kerak. O'shaning uchun kelinglar, boshqacha usulda sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, bizga kerak bo'ladi albatta msf console enter. Metasploit, ya'ni Metasploit framework kerak bo'ladi bizga. Xo'p, Metasploit framework bu penetration testing uchun juda ham ajoyib exploitlarni sinash uchun vosita desak bo'ladi. Ya'ni payloadlarni sinash uchun vosita. Buzib kirish uchun juda ham ajoyib vosita hisoblanadi. Xo'p, bizda ishga tushdi. Xo'p, kelinglar, izlab ko'ramiz. Search qilaman. Search qilaman.
Bizga nima kerak edi? WordPress. Xo'sh, admin. Okay. WordPress admin. Nimaga admin? Chunki biz hozir admin panel orqali bu yerga reverse shell yuklashimiz mumkin. Okay. Xo'p. Negadir chiqmadi. Xo'p, kelinglar. Boshqacha qidirib ko'ramiz. Search WordPress shell. Okay. Shell deb qidirdim. Okay, mana chiqdi. Bizga kerakli bo'lgani. Aynan mana bu WordPress shell upload kerak bizga. Ya'ni shell yuklashimiz kerak. Bu shell o'zi nima? Ya'ni virus hisoblanadi. Ya'ni u bizga biz unga ulanmaymiz, u bizga ulanishga harakat qiladi. O'shanaqa narsa kerak bizga. Ya'ni qanday tushuntirsam bo'ladi? Men bu saytga biz ulanishni, ya'ni bu sayt bizga ulanishni xohlaydi, ya'ni demoqchi bo'lganim. Tushuntira olmadim shekilli. Dehqonchasiga bo'lib ketdi hamma narsa. Demak, xo'sh, demak, nechinchisi edi? Hozir bir daqiqa. Biz demak 6 dan foydalanishimiz kerak ekan. Use qilaman. Use 6. Okay. O'zi yuklab beradi men bu yerga. Kelar qilib ekranni tozalab turadi. Okay, endi nima qilamiz? Show options ga boramiz. Show options da nima bor ekan? Show options da parol qo'yilmagan ekan, proxy qo'yilmagan, host qo'yilmagan, port avtomatik tarzda 80-port qo'yilgan, username qo'yilmagan, vhost qo'yilmagan. Bularni bitta-bitta o'zimiz qo'yib chiqishimiz kerak. Men bu narsa mening IP adresim lhost lport. Shu, ya'ni mening IP adresimga bu sayt o'zi ulanishga harakat qiladi. Okay. Juda ham ajoyib. Demak, xo'sh. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda parolini yuklashimiz kerak. Set qilaman, password qilaman. Password. Okay. Password bor bizda. Password nima edi? Mana bu narsa. Ctrl S. Mana bu narsani, ya'ni parolimizdan hozir yukladik. Set bo'ldi. Endi set qilaman. Endi nima kerak? Username kerak bizga, albatta. Username nima edi? Elliot edi, to'g'rimi? Elliot. Okay. Endi set qilaman, yana. Endi bizga host kerak. Host bu targetimizning IP manzili. Men buni ko'chirib olsanglar kifoya qiladi. Kopiya qilasizlar. Okay, men bu yerga paste qilasizlar. Men buni o'chirib qo'yishlar. HTTP'ni. Uzr. Set host qilmadimmi men? Hosts. Okay. Men buni paste qilishlar kerak. Demak, ana endi o'xshaydi. Ajoyib, host ham qo'shildi. Username qo'shildi, password qo'shildi. Endi yana bir marta tekshirib ko'raman. Show options qilaman. Show options qiladigan bo'lsam, ajoyib, menda parol qo'yildi, host qo'yildi, port avtomatik tarzda o'zi qo'yilgan. Username Elliot hozir biz joylashtirdik. Mana bu narsa meni IP adresim yoki va mening ochiq portim orqali listen, ya'ni eshitib turadi va ulanadi. Juda ham ajoyib. Kelinglar, hozir buni run qilamiz. Negadir ishga tushmadi. Xo'p, nima topilmadi deyapti bu? Target upload using WordPress exploit completed. Ammo sessiya exploit ishga tushdi deyapti, ammo sessiya bajarilmadi deyapti. Kelinglar, nima qilamiz? Show options advanced qilamiz. Advanced. Okay. To'liq nastroykani tekshirib chiqaylik. Nima deykan muammo? Demak, bular ajoyib, hammasi qo'yilgan. Xo'sh. Demak, bu yerda webcheck yonib qolib ketgan ekan. Uzr. True holatda turibdi. Buni biz ulanish uchun albatta false holatga keltirishimiz kerak. Set qilaman. Nomi nima edi? Webcheck edi. Webcheck, webcheck. Albatta webcheck false. Okay. Qaytadan show options
yo'q, show options advanced. Okay. Webcheck fast holatga o'tdi. Juda ham ajoyib. Ekranni tozalayman. Okay. Endi run qilaylik, kelinglar. Menimcha endi ishlaydi. Katta ehtimol bilan. Xo'p, ozroq kutib turamiz. Men bu yana ishga tushmadimi? Nega ishga tushmadi bu? Xo'p, kelinglar. Men bo'lmasa bunaqa qilamiz, boshqacha yo'lga o'tamiz. IP qilaman. Grep. Biz VirtualBox net 0 ni ishga tushiramiz. Demak, bu yerda IP sini bilishim kerak. Bu boshqa IP orqali turgan ekan-da. O'shaning uchun men bu IP ni kiritishimiz kerak edi biz. Xo'p, demak, set qilaman. Men bu yerga kiritishim kerak, ya'ni hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Options. Men bu lhost, ya'ni mening IP adresimga men bu emas. Men bu narsani kiritish kerak edi. Okay. Kelinglar, kirgizamiz. Set port. Okay. Paste. Port. Nima deyapti bu? Is not valid option port. Voy. Uzr. Set host dedik, adashmasam. Charchadim shekilli. Demak, okay. Endi tanlandi. Kelinglar, qaytadan tekshirib ko'ramiz. Shu options qilamiz. 4444-portdan eshitilar ekan. Hostga esa IP ga esa shu IP ni kiritdim. Men bu IP ni kiritdim. Ajoyib. Endi clear. Okay, endi run qilib ko'raylik. Ishlaydi shekilli, adashmasam, katta ehtimol bilan. Menimcha ishladi. Xo'p. Juda ham ajoyib. Biz o'sha buzib kirdik. Biz bu serverni ichidamiz desam bo'ladi. Men bu serverga reverse shell orqali shell yuklash, ya'ni Metasploit framework yordamida shell yuklab buzib kirdik desam bo'ladi. Juda ham ajoyib. Endi nima qilishim kerak? Kelinglar, shell qilaman. Shell yuklayman buni ichiga. Xo'p, ajoyib, shell yuklandi. ls qilaylik. ls qiladigan bo'lsam, men buni o'z ichidaman. Juda ham ajoyib. Xo'p, Meterpreter yordamidagi shell yuklash unchalik darajada katta bizga imkoniyatlar bermaydi. Kelinglar, uni imkoniyatini ko'taramiz. Qanday ko'taramiz? Python yordamida ko'taramiz. Python qilaman, -s qilaman. Keyin esa import. Nimani import qilib olishim kerak? Ya'ni import bu degani chaqirib olishim kerak bitta kutubxonani. Albatta, PCA kutubxonasi bo'ladi. Bu PCA kutubxonalari, ya'ni nima desam bo'ladi? Shunaqa shell yuklash uchun juda ham ajoyib kutubxona. Xo'p, pca.spawn. Okay. Endi esa qavs ochaman. Uzr. Binga kiramiz. Keyin bash script. Okay. Qavs yopaman. Enter. Ajoyib. Biz shellni ya'ni kuchaytirdik. Hozir ya'ni privilegiyani oshirdik, ya'ni huquqni oshirdik desam bo'ladi. Juda huquqni oshirdim desam ham xatoroq bo'lishi mumkin. Xo'p, kelinglar, ls qiladigan bo'lsam, men o'zi shuni ichidaman. Kelinglar, men boshqa kategoriyada turibman, ya'ni direktoriyada turibman. Uzr. Kelinglar, home ga o'tib olaylik. Home. Okay. ls qilaman. ls qilsam, robot degan yana direktoriya bor ekan. Kelinglar, robotga kirib olamiz. ls qilaman. ls qiladigan bo'lsam, menda ikkita narsa bor ekan. Birinchisi key bor ekan, qandaydir. Men bunaqa menimcha ikkinchi flag bo'lish kerak. Katta ehtimol bu parol qandaydir. Kelinglar, cat bilan o'qib ko'ra olamanmi, yo'qmi? Shuni tekshirib ko'ramiz. Key. Demak, 2 of 3.txt. Okay, enter bosaman. Permission denied, ya'ni menga kirish huquqi mavjud emas. Ya'ni permission, ya'ni huquq yo'q. Bu root huquqi bilan kirilar ekan. Root huquqini ola olamanmi, yo'qmi ko'ramiz. Sudo robot. Yo'q, sudo emas, su robot bo'lish kerak. Adashmasam, su robot. Parol so'rayapti. Parol.
Parol yo'q bizda hozir. Okay, interpreterga o'tib ketib qoldi. Qaytadan kiritaman. Python -s. Demak, qaysi kutubxonani import qilib olgandik? Import. Parolni bilmayman hozir. Parolni topishimiz kerak. Menimcha adashmasam. Seni yana qaytadan chaqirib olamiz. Spaven. Okay. Demak, bin 5 uzr, birinchi shell yuklash kerak edi-yu. Xo'p, kechirasizlar. cd home robotga qaytamiz. ls kelinglar, bunisini o'qib ko'raylik. Xatyabi o'qiladimi yo'qmi? Password .row md5 enter. Menimcha bu hash formatda turibdi. Xo'p, kelinglar, buni ham saqlab olamiz. Paste qilaman. Okay, hash format, ya'ni hash formatlarni create qilishimiz kerak, parol topishimiz kerak. Xo'p, menimcha bu aytib turibdi o'zi. Men bu yerda aytib qo'yganda, qanaqa edi? MD5 hash ekan. Keling, MD5 hashlarni, boshqa hashlarni ochish uchun biz ajoyib sayt bor edi. Crack Station adashmasam. Hozir bir daqiqa. Crack Station edi. Xo'p, Crack Station, ya'ni hash parollarini tekinga crack qilib beradigan ajoyib sayt hisoblanadi. Xo'p, bu yerga tashlaymiz o'sha hozirgi mana bu narsani. Okay. Enter qilaman. I am not robot. Men robot emasman. Hash, demak, type MD5 ajoyib o'zi topdi. Rezultati mana bu yerda bor. Bu parol menimcha katta ehtimol bilan. Okay, kelinglar, bu yerga saqlab qo'yaylik. Demak, paroli deymiz. 2 nuqta qo'yaman. Voy. Kelinglar, o'chiraylik. Ctrl V. Okay. Paroli. Yana hozirgi men bu narsani paroli. Men bu ekan. Cracklangan holati bu. Haqiqiy parol esa bu. Demak, nima qilaman? Robot qilaman. Parol so'rayapti. Menimcha parol mana bu narsa. Okay, kirgizaman. Paste qilaman. Enter. Ajoyib, bizda robot ichiga kirdi. ls qilaman. Cat. Endi esa mana bu narsa kopiya qilib, paste qilib o'qiyman. Ajoyib. Ikkinchi flagni ham topdik desam bo'ladi. Demak, ikkinchi flagni ham topdik. Bu yerdan saqlab qo'yaman. Flag number 2 albatta. Voy. Demak, paste Ctrl V. Ajoyib. Demak, xo'sh. Demak, ikkinchi flagni ham topdik biz. Endi sudo robot. Demak, root huquqiga o'tayapman. Root huquqiga o'ta olamanmi yo'qmi tekshirib ko'ramiz hozir. Demak, paroli bizda nima edi? Men bu narsaga adashmasam, hozir buni yana kirishim kerak bo'ladi bu yoqqa. Root huquqini bilan kirmoqchiman men. Boshqa narsaga kirib ketdik-ku bu. Kopiya qilmayapti bu menimcha. Demak, qaytadan kiritaman. Okay, enter bosadigan bo'lsam, were reported sudo rs not okay.
su id yo'l qo'ymayapti. Xo'p, kelinglar. Xo'p, yana permission yo'l qo'ymayapti. Yana permissionni privilege escalation oshirishni boshqa yo'llarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni huquqni oshirishni boshqa yo'llarini ko'rib o'tamiz. Qanday qilamiz? Demak, kelinglar sizlarga bir narsani tanishtirib o'tib ketay. Su id nima? What su id? What? Okay. Su id ya'ni bu permission, ya'ni huquq desalar bo'ladi. Ya'ni o'qish huquqi, ya'ni o'sha biz root huquqini qo'lga kiritishimiz uchun permission kerak, ya'ni huquq. O'sha huquq bu su id deb ataladi. Umuman olganda qisqa qilib dehqonchasiga tushuntirdim sizlarga. O'sha huquqni biz o'sha huquqqa ega bo'lgan kelinglar biron bir narsa bormikan tekshirib ko'raylik. Kelinglar izlab ko'ramiz. Find qilaman. Okay, find bu qidiradi. Ya'ni o'sha huquqqa, ya'ni su id ga, ya'ni permissionga ega bo'lgan barcha dasturlarni hozir qidiradi bu. Ya'ni kategoriyalarni qidiradi. Find qidirish degani qayerni? Mana buga tegishli barcha kategoriyani. Bu nima degani? Kelinglar cd okay, mana qilay. ls qiladigan bo'lsam, mana shu kategoriyadagi barcha narsani, ya'ni root huquqiga ega bo'lgan barcha narsani tekshirib beradi menga. O'sha mana bu narsa o'sha. Xo'p, shuni kiritaman. Minus qilaman. Permission, ya'ni permission degani permissionni minus terming qilaman. Va type nima bo'lsin? Type f bo'lsin, ya'ni fayllar bo'lsin, ya'ni boshqa narsa bo'lmasin menga type, albatta fayl bo'lishi kerak. 2 qilaman. Demak div 0. Okay. Nima degani bu? 2 div 0 nima degani? 2 div 0 degani oldindan mavjud bo'lgan xatolikni oldini olish maqsadida buni yozdim. Qanaqadir xatolik chiqib qolsa, menga men bu buyruq kiritganim uchun menga xatolik ko'rsatib bermaydi. O'sha maqsadda yozdim. Okay, enter bosaman. Xo'p, menga chiqarib berdi. Ko'rib turibsizlar, shu nima deydi? Dasturlar permission, ya'ni su id huquqiga ega bo'lgan dasturlar hisoblanar ekan. Kelinglar. Xo'p, bu yerda nmap ham bor ekan. Juda ham ajoyib. Kelinglar, nmap bilan qilib ko'ramiz. Nima qilishim kerak? Su id nmap ga su nimasi bormi ekan? Ko'ramiz. Su id qilaman. Oldi bosaman. Buni menga kirib ko'raylikchi. Okay. Ya'ni shell yuklash, execute shell commands bor ekan, interaktiv modi bor ekan. Ajoyib, men bundan foydalanar ekanmiz. Ctrl S qilaman. Ya'ni hozir bu privilegiyani oshiryapmiz, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, interaktiv qilaman. Ajoyib. Kirdi. Ya'ni bu hozir nimaga ega? Permissionga ega. O'shaning uchun nmap dan foydalanib kirdim. Su id yordamida. Demak. Xo'p. Qilib ko'raylikchi, nimalar bor ekan. Xo'p, komandalarni mana bu bilan bajarishimiz mumkin ekan. Ya'ni undo bilan biron bir komanda yozmoqchi bo'lsak, shell komandasini yozmoqchi bo'lsak, shu buyruq bilan yozar ekanmiz. Mana bu yerda example ham ko'rsatib qo'yibdi. Kelinglar yozib ko'ramiz. Misol uchun ls. Shu mana ishladi. Ya'ni men bu hozirgi bor direktordagi narsalarni barchasini chiqarib beryapti. Agar shunchaki ls yozsam, bu komanda ishlamaydi mana. Men bu undo bilan bajarishimiz kerak любой komandani. Demak, xo'p, kelinglar. Hozirgi direktorimizni ko'rib olaylik. pwd home robot ichida turibmiz. Biz hozir ayni vaqtda buni demak cd qila olamanmi? Rootga kira olamanmi? Tekshiramiz. Xo'p, kira olmas ekanman rootga. Bu bilan ham kira olmas ekanman. Kelinglar, hatto ls bilan qilib ko'raylik. Ichida nimadir bormi ekan, shuni biraylik. Hech bo'lmaganda. Okay, bizdagi 3-flagni ham
root permission, ya'ni root direktoriyasida 3-flag bor ekan, lekin men kira olmayapman hech bo'lmaganda, lekin o'qiy olaman albatta. Qanday? Cat komandasi bilan o'qiy olaman. Qanday o'qiymiz? Demak, copy qilaman, paste qilaman. Lekin bitta narsa bor. Biz buni nima kiritmadik. Root nechida yo'q aytmoqchi. Yo'q. Okay. Copy, paste, enter. Judayam ajoyib. Biz 3-flagni ham topdik, aziz do'stlar. Demak, bu yerga flag number 3. Flag number 3. Okay. Ctrl V. Demak, judayam ajoyib bo'ldi bugungi STFimiz. Bu tugadi o'zi, boshqa nima yo'q. Exit qilaman. Exit. Okay, ko'rdinglar. Shuncha narsani yozib, oxiri 3 flagni ham topdik sizlar bilan birgalikda. Xo'sh. Har doimgidek aytaman. Kanalga obuna bo'linglar. Like, comment, subscribe esdan chiqmasin. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman. Hammaga xayr. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Doimgidek aqlinglarni chaqlaylar.